Hammaga assalomu alaykum. Esinglardami? Sentyabr oyi 2025-yilda Migratsiya agentligi Hops kompaniyasi qabullarni ochdi deb e'lon bergan. Hamma topshirgan, kimdir o'tgan, testda yiqilgan, kimdir suhbatda yiqilgan, xullas kalom 500 tadan 1000 tagacha bo'lgan oraliqdagi bolalar hozir tayyor bo'lib, yanvar oyini 15-14dan boshlab atprofkaga tayyor turibdi-da. Shu bolalarga shu videoni jo'natib qo'ying. Men bu videoda nima qilish kerak kelishdan oldin shularni tushuntiraman. Foydali bo'lib bo'lsa, o'zimiznikilarga bo'lsin. Ketdi. Birinchi Play Marketga kirasizda Manef degan mana bu bank ilovasini o'rnatib oling. Nimaga bu ilova bizga kerak? Bu birinchi o'zbeklar tomonidan ochilgan Angliyadagi bank. O'zbekistonga Angliyadan pulni sursangiz, bu foizsiz birga bir pulingizni o'tkazib beradi. Buni ko'p Angliyaga kelib 2-3 marta ishlab ketayotgan bolalar ham bilmaydi. Yangi ilova bo'lgani uchun aytib qo'yaman. Chunki siz Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, bir pochkadan 1,5 pochkagacha bo'lgan mablag'da O'zbekistonga jo'natasizda, buni foizi katta bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun shu ilovadan foydalaning birga bir. O'rnatasiz, registratsiyadan o'tasiz, keyin adresingizni tasdiqla degan joyga siz o'zingizni mygo.uz dan PDF faylni ko'chirib olasiz, adresingizni shu yerga kirgizib qo'yasiz, bo'ldi. Karta Xudo xolasa siz adresingizga yetib borishi kerak, shunaqa deyilgan. Men Telegram kanalini ham, Instagramni ham qo'yib qo'yaman bularda, shular bilan muammo chiqsa bog'lanib gaplashaverasiz. Keyingi masala, hozir bitta video qo'yaman, shu videoda ishga kelayotgan odam o'zi bilan nimalar olib kelish kerakligi haqida tushuntirib aytganman. Videoni ko'rib, sahrayin qilib do'stingizga jo'natib qo'ying. O'zingiz bilan olib ketilishi tavsiya etiladigan narsalar ro'yxati. Angliya yomg'irli mamlakat bo'lgani uchun yomg'ir o'tkazmaydigan ichi mexlik plash, loy, yomg'irlarga chidamlik ichi mexlik rezinka etik, ishlash qulay bo'lishi uchun usti rezinka bilan qoplangan qurilish perchatkasi 20 dona. Yotoq joyingizda o'zingiz obed, ujin, zavtrak ovqatlaringizni tayyorlab yeyishingizni inobatga olib, O'zbekistondan o'zingizga mos, o'zingizga yoqadigan priprava olib kelishingizga tavsiya etiladi. Sababi siz bu yerda pripravani inglizcha nomini topgunizcha 6 oy vaqtingiz o'tib ketadi. Va so'nggi narsa bu dorilar. Bosh og'riq dori, qorin og'riq dori, tish og'riq dori, shunga o'xshagan zaruriy dorilarni o'zingiz bilan olish tavsiya etiladi.